Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimiz harakatga oid bo'lgan savollar bo'ladi. Demak, birinchi formula: masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. Ikkinchi formula: tezlikni topish uchun bosib o'tilgan masofani shu masofani bosib o'tishga ketgan vaqtga bo'lamiz. V barobar s bo'lingan t. Uchinchi formula esa vaqtni topish uchun bosib o'tilgan masofani tezlikka bo'lamiz, ya'ni t barobar s bo'lingan v. Keling endi savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Qurbaqa 1 minutda 15 sm masofani bosib o'tadi. 12 minutda qancha masofani bosib o'tadi? Demak, formulaga ko'ra s barobar v ko'paytirilgan t. Bu yerda masofani topish kerak. Tezligimiz 15 sm minut, ya'ni 1 minutda 15 sm yuradi. Berilgan vaqt esa 12 minut. Demak, s barobar 15 ko'paytirilgan 12. Javob 180 sm bo'ladi. Keyingi savolimiz: tovush havoda 1 sekundda 330 metr masofaga tarqaladi. 3 sekundda tovush necha metr masofaga tarqaladi? Demak, bunda ham masofani topishimiz kerak. Masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. V barobar 330 metr sekund, ya'ni 1 sekundda 330 metr yuradi. T barobar 3 sekund. S barobar 330 ko'paytirilgan 3, ya'ni 990 metr bo'ladi. Keyingi savolimiz: mashina soatiga 45 km tezlikda harakatlansa 5 soatda qancha masofa bosib o'tadi? Bunda ham masofani topishimiz kerak. S barobar v ko'paytirilgan t formulaga ko'ra v 45 km soat ekan, t esa 5 soat. Demak, s barobar 45 ko'paytirilgan 5 225 km bo'ladi. Keyingi savolimiz 4-chi savol. Poyezd 1 minutda 1100 metr tezlikda harakatlanyapti. U shunday o'zgarmas tezlikda 3 soatda necha kilometr masofani bosib o'tadi? Demak, bunda ham masofa so'ralyapti. S barobar v ko'paytirilgan t formulaga ko'ra v 1100 metr minut, ya'ni 1 minutda 1100 metr yuriladi. 3 soatda qancha masofa yurilishini topish uchun avval 3 soatni minutga aylantiramiz. Ya'ni 1 soatimiz 60 minut bo'lganligi uchun 3 ni 60 ga ko'paytiramiz, 180 minut. Endi 1100 ni 180 ga ko'paytiramiz. Bunda ustun shaklda ko'paytiramiz. 18 ni 11 ga ko'paytirsak 198 bo'ladi va orqasiga 3 ta 0 yozib qo'yamiz. Bu 198 ming metr. Buni kilometrga aylantirish uchun mingga bo'lamiz. Shunda 198 kilometr bo'ladi. Beshinchi savol. Karvon birinchi kuni soatiga 9 km tezlik bilan 8 soat yo'l yurdi. Ikkinchi kuni esa soatiga 7 km tezlik bilan 6 soat yo'l yurdi. Karvon 2 kunda jami qancha yo'l yuradi? Demak, masofani topish formulasiga qo'yamiz. Ya'ni 9 km soat tezlik bilan 8 soat yurgan bo'lsa, 9 kere 8 72 km bo'ladi. 7 km soat tezlik bilan 6 soat yurilgan bo'lsa, 7 kere 6 42 km bo'ladi. Uchinchi ishimiz jami masofani topish uchun 72 ga 42 ni qo'shamiz. Shunda javob 114 km bo'ladi. Oltinchi savol. Nurbek velosipedda 75 km masofani bosib o'tdi. Agar u soatiga 25 km tezlik bilan yurgan bo'lsa, necha soat harakatlangan? Bunda endi vaqtni topishimiz kerak. Vaqtni topish uchun masofani tezlikka bo'lamiz. S barobar 75 km, v esa 25 km soat. Vaqtni topish uchun 75 ni 25 ga bo'lamiz. Unda 3 soat bo'ladi. Keyingi savolimiz 7-savol. Burgut parvoz paytida o'zining yuqori tezligida harakatlansa, 11 km masofani 200 sekundda bosib o'tadi. U shu tezlik bilan 1 sekundda necha metr masofani bosib o'tadi? Demak, 1 sekundda bosib o'tilgan masofa bu tezlik degani edi.
Tezlikni topish uchun esa masofani vaqtga bo'lamiz. Masofa 11 kilometr, t esa 200 sekund. Hozirgi ko'rinishda 11 ni 200 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun 11 kilometrni metrga aylantiramiz. 11000 metr bo'ladi. 11000 metrni 200 sekundga bo'lsak, burgut 1 sekundda 55 metr yo'l yuradi. Ya'ni tezligi 55 metr sekund bo'ladi. Sakkizinchi savol. Vertolyot 840 km masofani 3 soatda bosib o'tdi. Xuddi shunday tezlikda 7 soatda qancha masofa bosib o'tadi? V barobar S bo'lingan T formulaga ko'ra tezlikni topib olamiz. Buning uchun 840 km ni 3 soatga bo'lamiz. Shunda tezligimiz 280 km/s bo'ladi. Endi masofani topish uchun V ko'paytirilgan T formulaga ko'ra 280 km/s ni 7 soatga ko'paytiramiz. Bunda 1960 km yurilgan bo'ladi. To'qqizinchi savol. Mashina 200 km masofani 4 soatda bosib o'tdi. Xuddi shunday tezlikda 500 km masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Demak, tezlikni topib olishimiz kerak. Avval S bo'lingan T formulaga ko'ra S bu yerda 200 km 4 soat berilgan vaqt. 200 km ni 4 soatga bo'lsak, 50 km/s tezlikda harakat qilgan. Xuddi shu tezlik bilan harakat qilsa deganligi uchun vaqtni formulasiga ko'ra S bo'lingan V 500 km ni 50 km/s ga bo'lamiz. Javob 10 soat bo'ladi. Keyingi masalamiz 10-masala. Qishloqdan shahargacha bo'lgan masofa 55 km. Qishloqdan chiqqan kishi 14 km/s tezlikda 3 soat harakatlansa, shahargacha qancha masofa qoladi? Harakatga oid bo'lgan savollarni ishlashda chizma chizilishi shart. Ya'ni 14 km/s tezlik bilan 3 soat yurilgan, qancha masofa qoldi? Jami masofa 55 km. Birinchi masofani topib olishimiz kerak, ya'ni yurilgan masofa V ko'paytirilgan T formulaga ko'ra 14 ni 3 ga ko'paytiramiz, 42 km bo'ladi. Endi qolgan masofani topish uchun jami masofadan yurilgan masofani ayiramiz. 55 km ayrilgan 42 km, javob 13 km masofa qoladi. Shu navbatda demak testimiz yakuniga yetdi. Dars sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'rishguncha sog' bo'ling.